Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Zubayr. To'g'rog'i Zubayr Gamer. Bugun biz qanday videoda Bugun biz nima qilamiz desanglar, bugun biz Lucky Block kartasida o'ynaymiz. Va men bugun bir o'zim emasman. Yonimda do'stim ham bor. Qani salomlashib qo'y Azbek. Hammaga To'g'ri. Men Lucky Block haqida video olaman. Mana shu Lucky Blockni deyarli hamma bilsa kerak. Mana shunaqa qo'rqinchli, g'alati, hamma yoqda o'ldirib tashlashga harakat qiladigan Lucky Block bu. Mayli, ko'p cho'zvordim. Videoni boshlash kerak. Qani bitta sindirib ko'raylikchi nima tushar ekan. O DTMK welcome Lucky Blockni kartani boshlaganingda xursandmiz degan bo'lsa kerak. O 40 ga tushdi. O mana bu boshqa gap. To'xtanglar, hozir men end portalga yo'l qurib qo'yayda. Mana shunday qilib yo'l qurib ketamiz. Ikkita qo'yib olibman. Hech qisi yo'q. Bizda daraxt ko'p. Biz bu Lucky Blockda maqsadimiz bilmadim. Nenzirga borib mayli ajdarni o'ldirishga qiyin bo'ladi mayli. Uning uchun ko'zlar olish kerak, juda ko'p ish qilish kerak. Mayli. Unda bizning maqsadimiz boshqacha bo'ladi. Bizning maqsadimiz Vizerni o'ldirish bo'ladi. To'g'rimi Azbek? Hey. To'g'rimi deyman? Mayli, u band bo'lsa kerak. Biz end portalga yo'l qurishda davom etamiz. End portalga ham deyarli yetay deb qoldik. Ozgina qoldi. Tushib ketdim. La'nati. Eng yomon narsam. Eng yomon ko'rgan narsam mana shu do'stlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Lekin hali ham narsalarim saqlanib qoladi. Bunda cheatlar bor. Lekin agar sizlar haqiqiy Minecraftda o'ynasanglar, men ham haqiqiy Minecraftda o'ynayapman, real. Lekin sizlar Moja Launcherda o'ynasanglar, unda cheat yo'q. Unda Lucky Blockda o'ynash umuman qiyin. Xullas, mana shunaqa ishlar. Nimaga shuni ikkita qo'yib yuboraveraman? Yomon ko'raman mana shuni. Asaplarim buzilib ketyapti. Sizlar ham mana shunaqa asabiylar buziladimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mayli, mana shunaqasiga qurib ketamiz. Mana bo'ldi, end portalga ham yetib keldik va nihoyat. Kun tushib qopti, tezroq endi orolga borish kerak. Azbekdan xabar olaylikchi, Azbek. Azbek. Nimaga javob bermayapsan? Videoni boshlaganimdan xabaring yo'q, a? Yo'q. Videoni boshladim men allaqachon. Endi boshqadan so'rashamizmi? Yo'q. Unaqa hadillaring qo'y, mayli. Hammaga salom, To'g'ri.
Voy, nimagadir menga yomon effekt berdi. Buni yaramas. Kirka bilan yo'q qilasan. Voy, yo'qol. Yaramas. Xayriyat tushib ketdi. Hech nima yo'qmi xatarli? Menga nimalar tushdi? Qara. Do'stlar, qaranglar menga. Bitta nezirit kirka, nezirit bolta, belkurak, keyin ketmon tushibdi. Ustiga o'tsak hammasi sehrlangan. Eng zo'r sehrlari bor. Yana oltin kirkam ham bor. U ham sehrlangan. Belkuraklar dunyosi. Mayli. Lucky block sindirishda davom etamiz. Bu nima? Yaxshiyam mana shu yerda sindirib qolay. Lanatdi. Nimaga meni ko'nglim aynayapti? Hozir qaytib boraman. Mana nihoyat do'stlar, bunday qamoqxonadan chiqdim. Mana shunaqa obsidianli qamoq qo'yishlarni biram yomon ko'raman. Jinim kelib ketadi. Sizlarda ham shunday emasmi? Yozib qoldiringlar albatta. Kechada o'ta g'apda. Nima deysan? Lucky block modini qanday qo'shding? Bu juda oson. Do'stlar, albatta sizlar Lucky block kartasida o'ynamoqchi bo'lsanglar, Master for Minecraft deb Play Marketdan qidiruvga yozsanglar chiqib keladi. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana qani? Mana bu ilova chiqib keladi. Mana shu ilova chiqib keladi. Mana shu ilovani Play Marketdan tortasizlar-da. Keyin ichiga kirib Lucky block deb qidiruvga yozsanglar chiqib keladi. One block deb. O'sha kartani tortib olsanglar, albatta mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi, mana shunaqa menga o'xshab. Buni tavsiya beraman albatta. Sen ham yuklab olsang bo'ladi. Men nima qilaman hozir shuncha narsani? Menda nezirit kirka bor aytgancha. Qalqonim bor ekan, olib qo'ysam bo'ladi. Bu nima? Shalkerim bor ekan. Ajoyib. Lekin hozircha bizga kerak emas. Aytgancha bu obsidianni tez sindiradi. Mana shunday Minecraftda mazza. Nima? Topdim albatta. Bu nima? O'ynayapti. Yo'qollaring. To'rttagina jonim qoldi. Dahshat. Qani o'zi bizga nimalar tushibdi ko'raylikchi. Olmos kirka, bolta, qilich. Qilichni olib qo'ysa bo'ladi. One blok dedingmi? Ne blok dedim. Demadim, Baliqlarni yomon ko'raman. Mayli, bir uzoqroqdan sindiraylikchi. Bu nima? Lucky blockdan Lucky blocklar tushdi.
Lucky Block qamoqxona. Ko'rsang. Voy, bular nima? Bular nima? Yo'qol. Yo'qol. Hammang yo'qol. Negadir bularni o'lib bo'lmayapti. Ay, yaramas, o'ldirib tashlashdi. Ay, tushib ketdim. Mayli, menda ko'p narsa bor. Xursand bo'lishga shoshilmanglar. Mashetdan turib ham ularni o'ldira olaman. Mana qilichim bor, nima gapinglar bor? Xayriyat. O'ldirdim. Tabriklayman, sen birinchi o'ringa olding. Kim? Sen. Nega? Ishon, menga qancha kalamush hujum qilgan edi. Bu tuzoq edi. Endi birinchi o'rindasan deganingda men bunaqa tuzoqqa tushib o'tiribman. Yaramas. Mayli. Bu yerda zombi nima qilyapti? Bitta aylantirib solib olay. Shu zombiga. Ko'radi mendan. Men g'olib bo'ldim. 1,5 ta jon. Tasavvur qila olmaysan, Azizbek. 1,5 ta jonim qoldi, do'stlar. Sizlar ham tasavvur qila olmaysizlar. Ataga 1,5 donagina jonim qoldi. Mayli, Lucky Block sindirishda davom etakchi. Oltin aslahali ekan, yaramas. Kim g'olib bo'ladi? Men tushib ketdim. Xavotir olmanglar do'stlar, men albatta uni yengaman. Ay, yaramas. Men bitta ham zarba bera olmayapman. Mana, u yengildi. Mayli. Xullas do'stlar, videoimni mana shu joyida tugataman. Keyingi qismda esa albatta eng zo'r ishlarni qilamiz, kuchayamiz, aslahalar olishga harakat qilamiz va oltin olmalar ham iloji bo'lsa agar. Ular keyingi qismda albatta chiqaraman. Keyingi qismda 10 ta like yig'sanglar, albatta keyingi qismni chiqaraman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin videolar chiqqanda xabardor bo'lish uchun. Hammaga xayr.